Taehyun va Jenni shipini Jenni va YG uyushtirgani oshkor bo'ldi. 7-yildan beri davom etgan 2021-yil avj olgan va hozirgacha ko'plab bahslarga aylangan ship aslida yolg'ondan iboratligi tasdiqlandi. Taehyun va Jennining suratlarini va ular uchrashgani haqidagi xabarni birinchi bo'lib tarqatgan bloger bugun post qo'ydi. U postida YGning bosimidan charchaganini aytdi. U ma'lum qilgan narsa shulardan iborat. Aslida unga bu suratlarni YG kompaniyasi taqdim etgan. U ham bu suratlarni soxta ekanligini bilmay, ularni ommaga tarqatgan. Keyinchalik u haqiqatni bilgach, YG uni ishdan bo'shatishini va boshqa bu ishni qilishni xohlamasligini aytgan. Evaziga YG unga katta jarima to'lattirish bilan tahdid qilgani bois, u bu ishni davom ettirishga majbur bo'lgan. U bugungi postida shunday yozadi: "Men YG va Jennining kompaniyasi menga qilayotgan bosimdan charchadim va haqiqatni bugun hech qanday shantajlarsiz hammaga yetkazmoqchiman. Bu orada Taehyundan ham uzr so'rayman. Men bu haqida tegishli organlarga shikoyat qila olaman. Meni bunda tajribam yuqori. Men shunchaki YG va u yerdagi menejerlarini hayotimdan butunlay chiqarib tashlamoqchiman. Ular meni bir marta, lekin muxlislarini million marta aldadi. Ruhiy zarba uchun hammadan uzr so'rayman. Meni maqsadim boshqacha edi. Aldanganimni keyin bildim. Bilamiz, qoningiz bu shipga tashna edi, lekin endi ro'yxatingizdan o'chirib tashlasangiz ham bo'ladi."